Alaykum. Mana 2025-yil 1-dekabr. Hozir biz mana limonlarga shakl berishni boshladik. Asosan o'sha issiqlik tizimi bor limonlarga shakl berib turibmiz. Mana bu yerda biz aytganmiz, limon daraxtidan o'rtacha 20-25 cm uzoqda o'g'it sochilsin deb. Mana amoniy fosfor tagiga berilganda, kaliy esa birato'la daraxtning o'ziga solingan. Buni endi tajriba deymizmi yo ko'r-ko'rona yondashish deymizmi? Mana shu holatda mana shu o'g'it tekkan joydan ko'chat chirishi mumkin. Qachon chiriydi? Masalan, yer suv ichadi, nam bo'ladida o'sha o'g'it bir joyning o'zida eriydi. Bir joyning o'zida erigandan keyin mana shu o'g'itlar mana shunday eriydida, mana shunday o'sha ko'chatga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun tavsiya berib o'tamiz. Ko'chatdan hech bo'lmasa mana 20 cm uzoqdan keyin sepish kerak. Chunki asosan ko'chatni oziqani o'zlashtiradigan ildiz qismi popuk ildizlar hisoblanadi. Keyin mana bunday holatga, mana sifatsiz holatga tushib qoladi ko'chatlarimiz. Shu uchun e'tibor berishlaringizni so'raymiz.